Biznesning har xil turi bor, lekin bu turi bilasizlarmi, juda ham og'ir. Любой yozsa, otingiz kim, familiyangiz kim? Keling. Sizni holatingiz hammamizgidan qiyin. Ravnovesiyani ushlay olmaydigan bolalarni, tura olmaydigan, o'tira olmaydigan bolalarni tikka turg'izishga miyasida bizlar signal ochib beramiz. 100 yil yotgan inson 2 oyda oyoqqa turyapti, 6 qadam yuriyapti. Yaqin masofalarga bemalol yura oladi. Qiziqmasda bizning dunyomiz. Uni mana bizlar упражнениялар bilan dunyoga qiziqtiramiz. O'zi statistika bo'yicha nechtadir farzand tug'ilsa, bittasi albatta shu DTSP bo'ladi-ya, adashmasam. DTSP so'zini ozgina ochib tushuntirib bering, iltimos. Yurishga bo'lgan talantini oshiramiz. Havaslanib yuradi. Mana shu narsani reklama qiling. Mana shunaqa videolarni millionlab odamlar ko'rsin. Tanasiga uradi. Bu ko'jalarni yaxshi ochib, razvitiya tezlashadi. Miyani Nafaqat sizlar, balki shunga xizmat qilgan biz ham maza qilamiz. Inshaalloh. O'shani savobi bizga ham yetib keladi-da. Bu ishni kirishi o'zi qiyin, chidashi o'zi qiyin. Targetni pulidan tashqari +- $100 kunlik dohod qila olamiz biz. Pullik. Ikkinchidan uzog'i joy. O'zi nima manfaat olyapmiz? Nima sizga ma'qul bo'ldi? Ishlaringga, mehnatlaringga, qilayotgan ishlaringga 5, marketinglaringga 2. Hurmatli do'stlar, assalomu alaykum. Biz Qozog'istonda Chimkent shahridamiz. Baby Life, ya'ni bolalarni sevingmi? Bolalarni seving mana brendi asoschisi bilan birga turibmiz hozir. Ikki og'iz biznes haqida aytib bersangiz, bu o'zi qanaqangi klinika, qachondan beri ishlaysiz, ism familiyangiz haqida ikki og'iz aytib bering, iltimos. Assalomu alaykum hammanglarga. Sultonqulov Umid bo'ladi ismim. Bizlarda mana Baby Life degan reabilitatsion sentr, DTSP, har xil kasalliklarni bariga bizlarda xudo xolasa uslugalarimiz bor. Inshaalloh yura olmaydigan, o'tira olmaydigan bolalarni yangi mirovoy metodikalar bilan inshaalloh Allohning yordami bilan oyoqqa turg'iztiryapmiz xudo xolasa. Bizlar 2018-yildan beri xalqqa xizmat ko'rsatamiz. Juda ham davoling klientlarimiz ko'p inshaalloh. Xursandchiliklari g'oyatda xursand bari. Qani kiraylik, ko'raylik ishlarni, tanishaylik. Hurmatli do'stlar, bu akamiz o'zlari klinika rahbarlari, o'zlari ham juda ham ko'pchilik insonlarni oilasiga baxt kulgusini, baxt ulashadigan inson. Chunki har bir farzandi nima deymiz, o'sha DTSP yoki qanaqangidir kasalligi bor farzandini olib kelganda uni gapirishiga yoki yurishiga yoki qanaqadir harakatlarni to'g'ri qilishiga o'rgatadigan inson. Biz juda ham hurmat qilamiz. Biznesning har xil turi bor, lekin bu turi bilasizlarmi, juda ham og'ir, juda ham qiyin, juda ham bir moralniy qiyin bo'lgan biznes. O'shaning uchun bu biznes bilan shug'ullanayotganingiz uchun sizga katta rahmat aytamiz. Bu yerda ko'pchilik bor edi. Mana kimdir eshik qiladi, kimdir avtomashina qilyapti, kimdir boshqa qilyapti, yoki mana mebel qilyapti, yoki mana kimdir ovqatlantirib pul ishlayapti. Sizni holatingiz hammamizgidan qiyin. Biz buni tushunamiz. Boringizga shukr, rahmat sizga bu biznesda shug'ullanayotganingizga. Rahmat sizga, joningiz omon bo'lsin. Qani kiringchi bir ko'rsatingchi. Ketdik. Bismillah. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hormaylar. Voy молодец. Qanchamayapsizlarmi, sog' salomat? Yaxshi keldilar. Rahmat. Bizlar mana klientlarimiz, patsientlarimiz xudo xolasa hammasi davolen, rezultatlarimizdan juda xursand bari. Bu yerda LFK, AFK proseduralarni qilamiz. Balani asli mышцаларni ishlashadi bu yerda. Demak, oddiy qilib tushuntiradigan bo'lsak, bolalarni muskullarini yaxshi ishlashiga, Xuddi shunday. sog'lom ishlashiga yordam beramiz, massajlar orqali. Massajlar orqali har xil fizika упражненияларimiz bor. Ravnovesiyani ushlay olmaydigan bolalarni, tura olmaydigan, o'tira olmaydigan bolalarni tikka turg'izishga miyasida bizlar signal ochib beramiz. Bizlarda основной keladigan kasallarimizni ko'pchiligida mышцасынан burun miyasida bo'ladi. Повреждение deb aytamiz. Miyada полушар, левый полушар, правый полушарlarda повреждение bo'lganda hisobiga, shu повреждениyasidagi mышцаларga javob beradigan nervniy sistemalar повреждение bo'ladi-da. Ana shularni bizlar reflekslar orqali yurish qobiliyatini ochib beramiz.
fikrlash qobiliyati, gapirish qobiliyatlarini ochib, inshaalloh Allohning yordami bilan yurishadi. Demak, sizga kelayotgan hozirgi bemorlarimiz to'g'ri yura olmaydigan, to'g'ri o'zini tuta olmaydigan odamlar kelsa, siz ularni yotuvliqlar, boyagi yotuvliklar keladi. Polnosi endi bizlarga o'xshab turib, endi bizlardek zo'r yurib ketmaydi, DTP tujoli formalar ketadi. Bu все-таки o'zini ishiga borib kela biladi. Misol uchun magazinga, o'zini nujdasiga, mashinasini haydab aytgan-makka yaqin joylarga, yaqin masofalarga bemalol yura oladi. Endi bizlarga o'xshab yugurish, unaqa narsalar sal cheklanadi ularda. Endi balkim birovlarda maksimalni chiqib ham ketadi. Endi ba'zilarda chiqmaydi u narsa. No, yuradi. Allohning o'zi statistika bo'yicha nechtadir farzand tug'ilsa, bittasi albatta shu DTP bo'ladi-ya, adashmasam, statistikamiz bor. Hozirgi jarayonimizda, hozirgi paytimizda DTPlar juda ko'proq. Ko'p, ha. Tug'ilayotgan DTPlarimiz ancha ko'p. Tug'ma holatda bo'lyapti ular demak. После родовой, до родовой bo'lib kelyapti. Endi bir 3 yoshgacha bo'lgan paytda vrachlarimiz bizlarda примерно diagnoz qo'yib beradi. Bizlarning упражненияларimizni orqasidan u har 3 oyda u narsani olib o'tirishadi. Yaxshi bo'lib boryapti, u diagnozlarni olib o'tiradi. Boshqa diagnozlarga qarab Allohning yordami bilan chiqyapmiz bu narsalardan. Juda ham довольный klientlarimiz ko'p. Endi odamlarga juda ham yaxshida, men qaranglarda, o'ylab ko'ringlarda, farzandimiz, endi biz o'zi farzandlar uchun yashaymiz-ku, farzandlar uchun, oilamiz uchun yashaymiz-ku. Farzandimiz tura olmaganda yoki yura olmaganda yoki o'zini fizik holatini ushlab tura olmaganda bilasizmi qanchalik bo'ldi bu. Haligi topgan pulingiz yoki topgan haligingiz tatimaydi-da. Bu yoq olib kelganda bular u insonni masaj qilib yoki qandaydir davolab, turishiga, yurishiga, gapirishiga yordam bersa, bu baxtda bu. Haqiqiy baxtda bu. Bundan haligisi yo'q menimcha. Men realni xursand bo'ldim, malades. Qoyil. Realni zo'r. Endi ichkarida bizlarda medik prosedurasi joylari bor. Ko'rsak bo'ladimi bu yog'ini ham? Qani. Bu xonamizda bizlar bu xonamizda bizlar основной DTPni tujoliy formalari bilan ishlaymiz. Bu yerda bizlarda DTP haqida bizga ozgina tushuntirib bering, chunki bizni ko'proq kuzatuvchilarimiz biznesmenlarda hamma ham bu so'zni tushunmasligi mumkin-da. DTP so'zini ozgina ochib tushuntirib bering, iltimos. DTP deganimiz mana bu yerda bizlarda mana kartinkalarimiz bor-da. Qani. DTPni mana turlarini yozib qo'yganmiz. Bizlarda DTP degan основной miya bilan bog'liq kasallik bu-ya. Mana qizil bilan qilib qo'ygan joylarimiz, misol uchun поврежденный joylari. Mana misol uchun bu yoqda mana polusharimizda qizil mana поврежденный joyi. Bu bizani mana levoy tarafimizga beryapti. Правый поврежденный levoy tarafga beryapti. Ana bir qo'li bilan bir oyog'ida harakat yo'q. Bir tarafini ishlata biladi, bir tarafida ishlamaydi. Shunda hozir bizni miyamizni bir tomoni qanaqadir nagruzka olib turib ham kalta yesa, demak, boya tug'ma bo'lib keladi bu. Tug'ma bo'lsa, lekin yarimiz bu tomonimiz, ya'ni bu tomon ishlamas ekan. Kres ishlaydi-da, mana правый tarafda поврежден bo'lib turibdi, bizlarda levoy tarafda поражен. A если levoy taraf поражен bo'ladigan bo'lsa, bizlarda правый tarafimiz поврежден bo'ladi. Endi mana bu yerda o'rtasida bo'lib turibdi. Bu mana ikkala tarafda bo'lyapti. Bu bolalar boshini qimlata biladi, biroq ikki qo'l bilan ikki oyoqni ishlata olmaydi. Bu narsalarni mana bizlar hozir mana yangicha metodikalarimiz, bu Braziliyaning metodikasi. Braziliyada misol uchun 79-yildan beri bu narsa qo'llanib kelgan. Juda ham effektlari zo'r bo'lgandan keyin mana endi mana miroy uringa chiqqandan keyin bizlar shu yoqlarga borib o'qib kelib, mana shuni bizlar xalqimizga qo'l yetimni qilyapmiz xudo xolasa. Mana bu yerda общий mana miyada поврежден, bu mana полностью нижний конечностьni ishlata olmaydi. Bu mana sal lёгкийroq formasi bo'lib kelyapti. Shularni bizlar endi bizlarning miyamizda endi bunday aytganda chegara yo'q. Chegara yo'q. Bu ishlamayotgan nervniy sistemalarni boshqa nervniy sistemalarni zastavlять qilamiz, что yurishga bo'lgan, gapirishga bo'lgan, ovqat yeyishga bo'lgan, nafas olishga bo'lgan, har bir tildan chiqqan so'zlarga javob beradigan nervniy sistemalar, misol uchun восстановление bo'lmasa, boshqa nervniy sistemadan bizlar harakat olamiz. Oddiy qilib tushuntirganda-da.
yurish bilmaydigan, misol uchun mana bu bolalar bilan ko'p vaqt ishlanadi. Bular ishlanmasa, bular всю жизнь yotib Boshini ham qimlatmaydi. Boshmashina yotsa yotaveradi. Bir umr yashaydi, lekin yotadi faqat. Endi bir umr bo'lganda bularda misol uchun упражнение bo'lmasa, определенный vaqti bor. Undan yog'i o'tamaydi. Bez упражнения undan yog'i yashamaydi. Endi bu упражнениyaning orqasida bizlar bolaga uzoq vaqtlik shirin hayot taqdim qilamiz. Shunday. Bu misol uchun bunaqa tijoriy formalari ham bizlarda chiqqanlar bor. Hozir soat 11 da chiqib ketgan edi. Juda ham tijoriy bolamiz. Bayog'i 8 yil mobaynida yotuluq bo'ldi. Mana hozir bizlarga kelganiga 2-3 oy bo'lyapti. 2-3 oyda Allohning qudrati bilan 6 ta qadamgacha o'zi yuryapti. Endi yana ham bizlar siyaqti emas, uni bunday qilib yurishga harakat qilyapti. Bu 6 ta shak bor. Shuni o'ziga ham oyisi adasi. 8 yil yotgan inson 2 oyda oyoqqa turyapti, 6 qadam yuryapti. 6 qadam yuryapti. Endi polnosenniy yurgan payti, endi uyida, misol uchun mehmonxonasidan turib, zalgacha, zaldan kuxnyasigacha, tualetga borish, ana shu jarayonni o'zi bora bilyapti. Shuni o'ziga ham oyisi adasi juda ham xursand. Endi bunaqa xursandchilikni hammasi kutadi. Birovlarda 2 yilda chiqsa, birovlarda 3 yil, 4 yilda chiqadi, birovlarda 2-3 oyda chiqadi bu narsa. Bu balani o'zini jilaniyasiga ham qarab qolamizda bu paytda. Bir xil bolalar keladi, jilaniya yo'q degani, misol uchun bu все время yotuluq bo'ldi, dunyoni qanaqa go'zalligini bilmaydi, qiziqmasda bizning dunyomiz. Uni mana bizlar упражнение bilan dunyoga qiziqtiramiz. Yurishga bo'lgan talantini oshiramiz. Havaslanib yuradi. Bir xil bolalarimiz keladi, bir haftada yurmasa ham emaklab bu narsalarni olib o'ynab bayonlab o'zi qiziqib ketadi u narsaga. Shunaqa endi Vorizga shukr. qiyin jarayon, qiyin. O'zlaring ham moralniy tayyor bo'lish kerak-da bunga. Endi bu ishni juda ham yaxshi ko'rmasangiz, bu ishda rezultat ololmaysiz. Nega deganda har kuni bitta narsa направление qilinadi, biroq har kungi mышцалардagi o'zgarishni biz chust eta bilishimiz kerak. Agar u narsani biz chust eta olmaydigan bo'lsak, bizlar значит rezultatga ham chiqa olmaymiz. Negaki bolaga bizlar mehr bermasak, boladan nima rezultat bo'layotganini bizlar bilolmay qolamizda. Shuning uchun bizlarga kelayotgan ishchilarimizni ham bizlar rosa anaqadan o'tkazdiramiz. Podbordan o'tkazdirib turib, realni o'zini ishini yaxshi ko'radigan, realni men shu bolalarga yordam beraman degan, o'zida jilaniyasi bor bayonda o'zini ishini yaxshi ko'radiganlarni olamiz. Bu ish hamma ham tartib etamaydi bu ishni. Negaki DTSP bolalarimiz endi hamma taraflama отставанияsi borda, gapirmaydi, turmaydi, bizlarga o'xshab og'izlarini yaxshi artolmaydi, so'layga qilib turadi. Bayonda shu narsalarni bariga tayyor bo'lib, men mana shu ishni yaxshi ko'raman, men mana shu ishda rezultat chiqaraman degan insonlar rezultatga yeta biladi bu ishda. Qoyil. Shunday. Men bular haqida ham aytib tushuntirib bersangiz. Bu mana bizlarni Medek degan proseduramizga kerak bo'ladigan nima deb atalgan? Medek, simaya medek deymiz buni. Mana shu narsalarda упражнениялар ishlaniladi. Endi bir bolamizdan kirib ishlab beraymi? Qanday? Yo'q, shunda aytavering. Muammo yo'q. Bu yerda har xil упражнениялар ishlaniladi. Bu oyoqni balansировкаларni to'g'rilaymiz. Misol uchun oyog'imiz bizlarda har doim tekis turadi-yu. Bunda mana nagruskani mana monopoложениеda beriladi-da. Shu положениеda yuriladi. Shunda mana oyog'imiz mana monopoложениеda biz равновесияni ushlashni o'rgatamiz. Endi bu yerda juda ham ko'p упражнениямыз bor. Bizlarning упражнениямыз hozir данный момент 180 ta упражнениямыз bor. 180 xil formada yurgizdiramiz. Shu har xil положениеda o'zini tanasini равновесиясini durust ushlab yurishlarini o'rgatamiz. Shuncha упражнениyadan keyin bola misol uchun tekis yo'lda ham to'g'ri yuradi. Reski kelib to'xtab bir joyda to'xtab turishni o'rganadi. Qimillab mana chayqalib turmasdan to'g'ri turish, lestnitsadan chiqish, lestnitsadan tushish, kelayotib resk поворот qilish, shu narsalarni barini o'rgatib boriladi bu упражнение orqali. Endi u DTSP bolalarimizda kelib turib mana shunda qayrilmaydi ular. Katta kurk bilan qayriladi. Shu narsalarni bizlar
kichkintoy joyda qayrilishlarni o'rgatamiz. Hey, joningiz omon bo'lsin. Bu yoqda suvda ham kirgizamiz ularni. Bu endi bizlarda gidrovanna, tanasida, mышцаларida, razvitiyasida отставание bo'layotganlarni bizlar bu yerda gidrovannada cho'miltiramiz. Buning ichida 4 ta nasos bor. Har xil tarafdan suv bilan havoni aralashtirib tanasiga uradi. Bu ko'jalarni yaxshi ochib, razvitiya tezlashadi. Miyani ishlash qobiliyatlarini tezlashtiramiz. Qoyil. Bu ishi kirishi o'zi qiyin, chidashi o'zi qiyin. Ishoninglar menga Endi bu ish rezultat chiqqan paytda shuncha qiynalgan qiyinchiliklarimiz orqada qoladi. Xursandchiligimiz mamashalarni, misol uchun ayalari, dadalari, opalari, bobolari xursand bo'lib kelib rahmatlarni aytgan paytda shuncha qiyinchiliklar esini chiqib ketadi. Realni esini chiqib ketadi. 12 yoshlik, 14 yoshlik bolalarimiz ham bo'ldi. 14 yil mobaynida to'lka o'tirgan, даже tikka turishni bilmagan patsientlarimiz bo'ldi. Keldi, turdi, yurdi, yaqin joydagi magazinlarga o'zlari yurib borib narsalarni olib kelgan paytda endi juda ham chiroyli odzivlarimiz bayonaq shuncha qiyinchiliklar esdan chiqib ketadi. Bu jarayonni til bilan tushuntirib bo'lmaydi-da. Ta'riflash qiyin. Qoyil. Assalomu alaykum. Siz yaxshimisiz, tinchmisiz? Ko'rganimizdan xursandmiz. Rahmat, borlaringga shukr. Zo'r. Endi sizlar qilayotgan ishni ko'rib mana bir haligi mana biznes bo'lsa shunaqa bo'lsin, shuncha insonlarga foydasi tegadigan bo'lsin deyapmiz-da, qaranglar. Bu oson ish emas-da bu. Gap yo'q. İnsanlarga baxt ulashishda, bu haqiqiy baxtda. Kelinchagim LFK, AFK, общий massaj shu narsalarni bu xonada qilishadi. Endi LFK, AFK bo'yicha bitta ma'lumot bersang bu yoqqa, mышцалар bilan qanday ishlaysizlar, nega ishlanilyapti? Biz hozir DCP bo'yicha ozgina tushundik. Qolgan haqida aytib bersangiz bizga, mikrofoningizni bersangiz ular eshitadilar shunda. Assalomu alaykum. Avvalambor xush kelibsizlar hammangizlar. Bizlar shu yerda 2 oylik boladan boshlab 16 yoshgacha ishlaymiz. Hamma boladan 16 yoshgacha. Diagnozi bor, diagnozi yo'q, profilaktikaga hamma bolalarga ishlayveramiz. Diagnozi borlarga ko'proq nagruska bilan LFK ishlaymiz. Diagnozi yo'q bolalarga massaj, bolani состояниясiga qarab, diagnoziga qarab, или massaj, или LFK o'zim ko'rib qizlarga beraman. Qizlar ishlaydigan bo'lsa ularga, o'zimiz ishlaydigan bo'lsak o'zimizga diagnoziga qarab ishlaymiz. Bu ozgina tushuntirib bersangiz, nima bildiradi LFK, nima u? LFK лечебная физкультура. LFKda bolani mышцасы plus sustavlarga, suyaklarga ishlansa, massajda только mышцаga ishlanadi. LFK yana bolada intellektualni развивать etadi. И плюс физически развивать etadi. Bayog'i bolani o'tirishi, emaklashi, yurishi hammasiga yordam bersa, ikkinchi taraflama gapirishi, o'ylash qobiliyati, bayog'i komandani выполнять etishi, shularning hammasiga LFK ikki taraflama yaxshi ko'mak etadi. LFK massajga qaraganda 3 marta tezroq effekt beradi. Massajni 2 soat massajni o'rniga 20 minut LFK 2 soat massajni o'rnini bosadi. Demak 8 yil bo'lyapti ishlab o'tganlaringiz shunda? 2018-yilda o'zimiz ofitsialni ochdik. Shundan bizlar boshqa yoqlarda o'rgandik, boshqa joylarga ozgina vaqt ishladik. 2018-yildan harakat qildik, что o'zimiz ochaylik, o'zimiz natijaga yetaylik, jarayonni o'zimiz olib boraylik. 2018da ochildik. Keyin karantin bo'lib qoldi. Bir arafda bir yarim vaqt перерыв bo'ldi, потому что ko'chaga chiqishga taqiqlandi. Karantindan keyin mana 2020da o'zimiz ishlayapmiz xolos. Borlaringga shukr. Qoyil. Endi bu xonamizda yana nimamiz bor? O'zimizni kelayotgan mijozlarimizni
ayol kishilarga usluga взрослый massajimiz bor. Jurnalga. Ko'rsak bo'ladimi yo'qmi ham qani? Sevib marta chiqdi. O'zim O'zingiz bo'lmasam ishlamasangiz ishlamagan, darsdan keyin ularga o'rgatdingiz, dars qilishni o'rgatdingiz, O'rgatdim, yordam ha. berdingiz. Hozir siz bu yoqdasiz, ular 3 ta sotuv bugun qildi. 3 ta sotuv qildi. Hali kech bo'lgani yo'q lekin. Ha? Rezultat xodimlarning ko'zi yonishi boshqacha. O, xodimlarning ko'zi yonib ishlashni boshladi. Bir, yaxshi. Ikkinchisi 20-sentyabrga 9-coachingda oxiriga biza target yoqishni ko'rsatib qo'yganimizdan keyin bir oyga 5 ta 6 ta tovar sotaydik. Hozir 23 haftaning ichiga 20 kun ichiga 30 ta sotdik. Bitta qarsanglar bomba. Zo'r. Sotuv bo'limiga ro'p oldingiz. Ha, Ro'pga A nuqta B nuqtani qo'ydingiz. o'ziga qo'ydim. O'zim boshqacha ishlardi, hozir yana haqiqatan ishga uje fikri boshqacha. Даже kechasi ham 12 gacha ishlayapti. Oldin o'z vaqtida ketgan, hozir 8-9 10 ga ishlaydi. Kech qoladi ham, masalan 8 da ish boshlasa 8:30, 8:20 da keladi, hozir oldinroq kelyapti, 7 da kelib 11-12 gacha ishlayapti. Zo'r case bu o'rtoqlar. 10-darsda boya sotuvchi oldim, o'zim ukamni. Sotuvchi olgandan keyin aniq sifralarim yo'q edi. Hozir bu oy to'liq hisob-kitob bo'ldi va o'zimcha plus minus 10 ming deb yurdim. 12 ming оборот qildik bir oyda. bo'lsam bitta 20 bittadan ko'p bo'ldi bir haftani o'zida. Operatsiyalarim To'ys 2 barobar oshdi. 3 barobar oshgan bo'ladi. 3 barobar oshdi. Yangi aptekamizga sistemani o'rnatdik. Sistema. Kirim chiqim qoldi, hammasi uji bor. Kecha kirgizdim, tovarlarni kirgizdim. Siz butun Qirg'izistonga 7 oblastga tovar tarqatasiz. 2 yildan beri. 2 yildan beri. Va, litsenziyam bor. Falan. Bu yerda biza Turkiya ayol kishilar uchun mo'ljallangan Massaj qilinadi, ya. Massajimiz. Nilufar. Tushunarli. Kesan endi взрослый massaj to'g'risida bir ikkimiz Demak, siz massaj qilasiz-a, singlim? Tushundim. Endi bu любой ayollargami yoki immunni qanaqadir nuqsoni yoki kasalligi borlar uchunmi? Patsientlarni unaqa ko'p взрослый patsientlar olmaymiz. O'zimizga kelayotgan patsientlarni o'zigagina edi bu yerda. Endi bizning mana Nilufar degan xodimimiz bor, xudo xolasa. Endi hamma turdagi kasalliklarga inshaalloh qo'ldan kelgancha yordam beryapti. Mana siz qani aytib beringchi bitta. В основном шетке кийген мамочкаларга кылам массаж. Балаларды көтөрүп жүргөндөн кийин ШВЗ зонасы, беллер арыйды. Баягы награм балаларды көтөрүп жүрүш оңой эмес. В основном ушуна мамочкаларга кылам. Андан кийин дисплазия, вальгус, варусный, ушунака балый грудь, балалар бар. Ушуларга кылам массаж. Ундан башка хиджама, гирудотерапия. Unaqa услугаларыбыз ham bor kattalarga. Shunaqa. Endi inshaalloh xudo xolasa sizlarning yordaminglar bilan yana ham kattaysak deyapmiz. Endi hozir bizlardagi направленияларimiz azlik qilib turibdi-da. Endi qo'shsak xudo xolasa logoped, diftolog qo'shsak, yana vrachlar bilan ishlasak deyapmiz xudo xolasa. Ko'proq odamlarga foydalaring tegadi shunda. Da. Ko'proq odamga yordamlaring tegadi. Shu betga mамочкалар в основном балаларны, shu nagran balalarini olib kelgandan keyin nima deydi? Ularga ham kerak-da massaj. Конечно, ular ota-onasiga ham kerak-da, именно onalar shug'ullanadi. Charchaydi. Charchaydi ular. Bizlar uni bolalar bilan ishlagan paytimizda maksimum 1 soat bizlar bilan bo'ladi. Endi 23 soat ular bilan bo'ladi. Onasi bilan. Yig'lashi bor, og'rishi bor. Endi DTP bilan og'riydigan bolalar bizlarning bolalarga o'xshab bu anaqa emasda. Gapi to'xta qo'y deganni tushunmaydi ular. Ularda hamma taraflama kamchilik bor-da. Misol uchun bizlar yaxshi bolalarga balam qo'y desak,
qo'yadi, jim o'tiradi. Shunaqa. Ularga qo'y desang tushunmaydi. Bir xillari bor, даже o'zini adasi aysini taniyolmay qoladigan jarayonlari bo'ladi. O'zini bolasi, o'zini ota-onasiga reaksiya yo'q, tanimaydi. ZPR, autizm deganlarimiz bor. Shunaqalar. Shular bilan ishlaymiz. Hamma diagnozlar bilan ishlaymiz. Ularga ham shu LFK, AFK, keyin medek. Shuncha qiyinchilikni ichida yurganda bizlar ba'zida shu mamashalarimizni endi kelgan paytda suhbat barishida bilamiz endi charchagan, boyagi opushini bo'lib turgan paytda как bonusni qilib kirgizamiz. Mana bugun sizga bizlarni vzrostный massaj terapiyamiz tekin kirib bir uslugamizdan foydalaning deb ularni yana ham bir hayotga bo'lgan qiziqishini arttirish, yana ham bodrilashtirish uchun bu proseduralarimizni ishlab chiqarganmiz, xudo xolasa. Bizning qizimizning mana 6 yillik opiti bor, 6 yillik staji bor. Kelgan klientlarimiz, kelgan mamishkalarimiz bari rahmatlarni aytyapti inshaalloh. Borlaringga shukr. Bitta savolda mana. Sizlar hozir O'zbekistonga biz darslarimizga qatnashyapsizlar. O'zi nima manfaat, nima foyda yoki nima yoqdi sizlarga biz darslarimizdan? Chunki birinchidan pullik, ikkinchidan uzoq joy. O'zi nima manfaat olyapmiz? Nima sizga ma'qul bo'ldi? Xo'p, bizlarga yaqin joylari bizlar shunchalik foydali qilayotgan ishimizni biz shu paytgacha o'ylaganmizda, bizlarda rezultat bo'lsa, klientimiz ko'p bo'ladi deb bizlar o'yladik. Biroq unaqa emas ekan. Uni bizlar darsga borib, ustozning darslarini o'tish jarayonida bizlar bildikki, bizlar shuncha yaxshi qilayotgan natijalarimizni xalqqa durust tarafini ko'rsatib bera olmayotgan ekanmiz. Endi ustozning darslarini olib, mana internet salalarini durust yo'lga qo'yish orqali bizlarni shunchalik qanday aytamiz, yaxshi natija ko'rsatganimizni ko'p odamga ko'rsatishni o'rgandik. Bir Mana qaranglar bir narsada manda hozirgi paytda bizning biznes akademiyamizda 5 ta davlatdan insonlar kelib o'qiydi-da. O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmanistondan kelib o'qiydi. Ana endi ko'pchilik nimadir ishlab chiqaradi, nimadir tam quradi, buzadi-da yoki nimadir sotadi. Odamlarni tayyorini yaxshi pul topishadi-da, lekin bularning biznesiga e'tibor beringlar. Nogiron yoki o'sha DTP deyapmiz yoki to'g'ri yura olmaydigan insonlarni unga mehr berib, muhabbat berib, mehnat qilib, oylab ishlab uni oyoqqa turg'izyapti-da. Bu juda ham katta narsa-da. Oilada mana erkaklarimiz biladi, 2 soat soppa-sog' bolaga qarab o'tir desa, voydod deydi. Bor deydi, bolangga qara deydi. Men ishim ketaman deydi-da. Erkaklarimiz soppa-sog' bolasi bilan o'tira olmaydigan joylari bor. Sizlar uni o'sha nogiron, qo'pol qilib aytsak, nogiron insonlarni oyoqqa turg'izyapsizlar-da. Mana boyiga gap qarang. Tura olmaydigan, 8 yil yura olmagan insonni siz уже 6 qadam tashashga o'rgatdingiz. Bu bomba natijada bu. Bu ne каждому. Shu narsani orqasidan odamlarni rozi qilib, ularga bir so'm pulini olib, yana shuni kengaytirib, yana ham ko'proq odamlarga yaxshilik qilaman deyapsizki, bu hammaga emas. Ana endi bu narsani ko'rsin xalqimiz. Bu narsani odamlar ko'rsin. Balki yuzlab, minglab odamlar bor uyda o'tiribdi, qaniydi meni ham bolam yursa, qaniydi meni ham bolam gapirsa deb. Shunaqa kasalliklar bor, mana biz bilamizki, otasini, onasini dada deya olmaydi, ona deya olmaydi. O'sha dadani orzusida bir marta bolam dadajon dedirish orzuda unga. Aslida shu narsaga xizmat qilyapsizlar, qaranglar. O'sha insonlarning orzusiga yetishishga yordam beryapsizlar-da. Buni chiqarish kerak. Buni real xalqimiz ko'rsin. Kimdir bilmayman sigaret reklama qilyapti, kimdir aroq reklama qilyapti. Yo'q, mana shu narsani reklama qilaylik. Mana shunaqa videolarni millionlab odamlar ko'rsin. Shu manfaatli bo'ladi bu. Bu mana bizlar shuncha yildan beri xizmat ko'rsatib kelyapmiz-da. Ko'p ota-onalar nogiron bolalarini qaysi vrachga olib borishni bilmaydi. Или qaysi bizga o'xshagan reabilitatsion sentriga kelishni bilmaydi. Lekin kimlarnidir eshitib,
sipochka bo'lib bizlarga kelib qoladi. Bizlarga durust yo'l ko'rsatmanglar. Qaysi vrachga borsak bizlarda rezultat bo'ladi, или qanaqa usluga olsak bizlarda rezultat bo'ladi deb keladi. Bizlar endi sizlarga borganimizni ham boyagi sababi shu qayerga borishni bilmayapti, biroq qo'lida telefoni bor. Saytlarda ko'radi. Ana shu odamlargacha bizlarning reklamalarimiz yetib borsa, bizlarga kelsa, mana bizlar Xudo xolasa to'g'ri yo'lni ko'rsatamiz. Kimga borish kerak, qaysi etapdan boshlaymiz ishni, qanday qilamiz, ana shu narsalarni bizlar qo'ldan kelgancha Allohning roziligi uchun bizlar yaxshi natijaga yetadiganda qilib o'rgatamiz-da. Ana shu uchun ham sizlarga borib, Xudo xolasa xalqqa o'zimizni kim ekanligimizni to'g'ri tarafidan tanishtirib, xalqni oldiga chiqish uchun sizlarning oldingizga borib turibmiz inshaalloh. Ko'pchilik vrachlarimiz baribir biznes bilimini bilishmaydi-da. Ular vrachlik bilimini bilishadi. Buni orqasidan endi hozir zamonda, hozirgi yashab turgan zamonimizda internet zamoni, marketing zamoni, odamlarimiz sizlarga yeta olmaydi-da. Odamlarimiz sizlarga yeta olmaydi. Ya'ni mana shu yuzlab, minglab insonlar bordir, sizni xohlaydi, sizni xizmatingizni olishni xohlaydi. O'sha odamlarga to'g'ri yetkazsak, bu juda ham katta savob olamizda. Nafaqat sizlar, balki shunga xizmat qilgan biz ham maza qilamiz. O'shaning savobi bizga ham yetib keladi-da. Shunga bu juda ham zo'r ish. Men 5 ketaman. Sizlar ishlaring o'ta zo'r. Sizga ham ma'qulmiz darslarimiz teng bo'lsa, er-xotin birga borib o'qiyapsizlar. Yoningizda tursa eshitilaveradi ovozlari. Sizga ham ma'qulmi? Nima manfaatli bo'ldi, nima foydali bo'ldi sizga? Ko'p foydali narsalar o'rgandim. Bildim shu munosabat ayollar bilan, yanada ularning qalbiga kirib, ularning ichidagilarni bilish, ular nima xohlayotganini ularga yetkaza bilish, haqiqatdan natija ko'rsata olish. Ko'p narsalar o'rgandim. Rahmat sizlarga. Borlaringga shukr. Zo'rda mana shu to'g'ri instrumentlarni qo'llasak, bizning maqsadimiz bizni o'quvchilarimizni bizneslari rivojlanishi. Sizlarning bizneslaringizni rivojlantirish bizni bu asl maqsadimiz. Chunki sizlar minglab odamlarga yaxshilik qilyapsizlar. Minglab, mana hozir tashqarida 10 ga yaqin biznesmen kelgan bo'lsak, hech qaysi, ishoninglar, hech qaysi bunaqangi qiyinchilik bilan pul topishni tasavvur ham qila olmaydi. Oson emas bu. Realni oson emas bu. Biz har kuni o'rganib qo'yganmiz xursandchilikda yurishga. Har kuni ko'chaga chiqamiz xursandchilik, uyda xursandchilik. Lekin bu yerda haligisi bo'li bor odamlar keladi-da. Ular bilan muomala, ular 24 soat o'sha DTSP yoki o'sha nogiron farzandini katta qilib turib, qiyinchilik bilan keldi-da sizga. Salomlar, video tushayotgan edi-ku, bilmayman. Bu qiyin, juda qiyin-da, lekin bu so'z bilan ta'riflash qiyin masala. Bu ashi borlaringga shukr. Yana bir marta aytaman sizlarga ming rahmat. Shu ish bilan shug'ullanayotganlaringga sizlarga rahmat. Bo'lmasa boshqa ish qilsalaring bo'lar edi. Pul topish yo'li ko'p, juda ham ko'p. Lekin bu ish bilan pul topish men tan beraman. Siz o'tgan darsda aytdingiz-ku, ikigai debchi. Ikigai men o'zim izladim, ikigai men aytdim ChatGPT'dan. Xuddi mana shu o'zim ishim, oilaviy yordam qilish, oilaga, onalarga, bolalarga yordam berish, meditsina tarafdan. Xuddi shu o'zim olib borayotgan ishim shu to'g'ri chiqdi. Shunga yanada xursand bo'lib sizlarning darsingizlarni ko'proq o'rganib o'qishga qaror qildik. Xursandmiz. Shuncha yil o'qib, universitetlarda yoki meditsina sohasida o'qib, shuncha yil bilimlaring bo'la turib, yana borib biznes bilimini olib ko'proq odamlarga foyda beraman deyapsizlar. Allohim niyatlaringga yetkazsin. Inshaalloh. Sizlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Juda ham ko'p narsalarda qanday bizlar orqada qolgan ekanmiz-da. Endi baribir ham zamon talabida bu. Bizlar endi mana shu yerda Turkiya masjidida ishlab juda ham ko'p yangiliklardan orqada qolgan ekanmiz. Sizning yordamingiz bilan, Allohning yordami bilan Xudo xolasa juda ham katta bir niyatlar qo'yapmiz oldimizga. Yana ham bir maqsadlarimiz yana ham balanga chiqyapti. Xudo xolasa endi rahmat maza qildik. Biz sizlar ishlarini ko'rib havas qildik. Qani tashqariga chiqaylik unda,
mijozlarni kuttirmaylik. Yo'q, hech narsa qo'ymang. Biz hozir kafeda, restorandan kelyapmiz. Bundan oldin analizda bitta o'quvchimiz kafe ochibdilar. Ularni olib borib ko'rib kelyapmiz. Joningiz omoz. Demak, mana shu 3 ta xona ya. Endi bizlarda mana shu yerda 3 ta xonamiz bizlarda juda ham xo'p. Masalamiz bizlarda joyimiz sal kichkintalik qilyapti. Endi inshaalloh mana shu keyingi yana 2 ta dars ham o'tib olsak, bizlar xudo xolasa tayyor turibmiz. Kengayamiz. Bizlarni направлениyalarimizni yana ham chiroyli qilib, boyag'i har bir qilinayotgan упражнениялар uchun отдельно xonalar qo'yib, vrachlarimizni o'tkazib, yana boshqa tarmoqlarini ham qo'shmoqchi bo'lib turibmiz inshaalloh. Shu narsaga yetishni orzu qilyotgandik. Endi xudo xolasa sizlarni darsinglarni, sizni davay deb mana yonib turgan nimalaringizni endi bizlar ham xudo xolasa shu yonib inshaalloh. Marketing qanday qilinadimi? Marketing yaxshi. Kecha marketingchilarimizni chaqirdik. 1 soatga baya 5 minutga qilaylik dedik. Kelishdi. Xo'p, nima narsalardan bizlarda minus bo'lyapti, nimalar qilamiz, nima o'zgarishlar qilamiz deb kecha общий собрание qilib, shu narsalarni yana ham talqaladik. Xudo xolasa endi shu paytgacha yurgizgan marketingimizni bari minusga ketdi bari. Endi noldan boshlab qilyapmiz. Shunga bir ma'lum vaqt sal qiyinchiliklari bo'lar ekan. Bu narsalarni tushuntirib berishdi. Yo'q, shunda ham rezultatlar yaxshi xudo xolasa. Ko'nglimizdan chiqyapti. Endi bizlarda hozir yana bir kecha muammo bo'lgani, sotuv bo'limimiz sal orqada qolyapti. Endi uni imенно shu sotuv bo'limiga o'qitib, tayyor sotuv qiladigan kadrlarni bizlarga tayyorlab beradiganlar bilan gaplashdik. Inshaalloh shulardan bir sotuv bo'limiga отдельно bir asaq deymiz. Shu paytgacha biz sotuv bo'limini o'zimiz qilib yurdik. Endi mana hozir klientlarning ko'payishi. Nima gaplashdingiz? Nima qilib beramiz? Xo'sh, bizlarni Zafar degan targetologimiz shu bilan gaplashdik. Bizlarga sotuv bo'limiga sotuv prosesini biladigan odam tayyorlab ber. Bir. Ikkinchi treboniyamiz u insonni meditsinadan diplomi bo'lsin. Meditsinani o'qigan, biroq meditsina bo'yicha hozir ishlamayotgan shunaqa odamlarni topib sotuv bo'limiga tayyorlab ber. Bizlarni uni o'qitib, uni sotuv bo'limiga o'qitishga bizlarda vaqt yo'q dedik-da. Endi u Zafar aytdi, bir qiz bilan bir bolaning nomerini berdi. Imенно mana shu ikkitasi sotuv bo'limini o'qitib, tayyor kadrlarni sizga beradi dedi. Endi endi uni ishini bizlar o'zimiz betda ozgina oylik berib turib, yog'ini KPI ga o'tkazdirsak deb kelishdik. Yasab o'qitib beradiganlarchi? O'qitib beradiganlar endi ular o'zlarining cho'ntagidan o'qishadi-da, tayyor kadr bizlarga keladi. To'y siz pul to'laysiz? Yo'q. Shu narsani bizlar nima qildik-da, bizlar bir kishini olib o'qitamizmi? Qanday qilamiz? Ili bizlarda qanaqa variantlar bor? Готовый kadrni bizlar qaytdan topsak bo'ladi, tayyor kadrni. Vaqtni yo'qotmaslik uchun tayyor kadrni olib kelib o'tkazsak qanday bo'ladi? Endi bizlarda bu hozir internetdan tushayotganlarimiz 70% tushgandan shundan 2%, 3%ni ham ushlab qola bilgan ekanmiz. Misol uchun bir haftada 70 ta 80 ta bizlarga yozganlar bor. Shundan 2-3%ni ham bizlar olib qola bilgan ekanmiz. Endi uni hatto 10-15% ga chiqarish uchun bizlarda sotuv bo'limi ishlash kerak bo'lyapti-da. Tushundim. Negaki bizlar tushundim. Bitta qog'oz o'tib iloji bormi? Olib keling iloji bo'lsa. Chekkaroq qo'ydik. Kerakli mana shu biznesni rivojlantirish haqida ozgina kallani qo'ydik. yur. Tojikiston, bitta qo'l ko'taramiz. Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston. Bog'laringga shukr, gap yo'q gap. Sherikchilik va investitsiya darsimiz. Bor, любой muammoni aytinglar ko'rib chiqishimiz kerak. Miyamizda patolog deb yurgan
miyaviy kimlar uchun polaka shunisini bildik. Menejmentni ishlatish kerak, ilmni o'rganish kerak. Biz kechagi o'rgangan ilmimiz bugunga kelib o'zi eskirib qolib, yangisini o'rganishimiz kerak. Yani kundan kun yangilik texnologiya, IT texnologiya, II texnologiya hammasini o'rganib oldinga ketish maqsad. Miya portladi. Ishoning aka, zo'r bo'ldi, zo'r, mashalloh. Ustozimiz Ilhombegimga rahmat aytamiz. Biz kutmagan narsadan bo'ldi. Marketing bo'yicha ham yaxshi bilimlar oldik. Miya portlamoq qilib atilib ketdi. Bomba bo'ldi darsimiz. Darsimiz a'lo daraja bo'ldi. Aqdan olgan bilimimiz nima desa oltin eting. Ustozga ming rahmat aytaman. Miyalar yorilib ketib portladi haqiqatan. Juda ham zo'r bo'ldi. Biz bu uchrashuvni ya'ni anchadan beri kutib yurgan edik, lekin biz kutilgandan ham zo'r bo'ldi. Juda maslahat qildik. Sizga ham mana shunday natijalar kerak bo'lsa, hoziroq pastdagi tugmani bosing, ariza qoldiring. Sizni biznesingizda ham xuddi shunday, bundan ham zo'r natijalarni qilamiz. Demak, hozirgi holatda demak, bitta Instagramni ochib ko'rsatinglar, men ko'ring. Instagram boshqa. Instagramni ochib ko'rsatinglar. Mana shu bolamiz 8 yosh, 9 yoshga o'tyapti. Salam do'stlar. Bugun biz sizlarga bizning islom patsientimizda tanishtiraylik degan edik. Islom bizga 10 oylig'ida kelgan. 10 oylig'ida kelganda boshini ushlay olmaydi, qo'li men opora yo'q, oyog'ida opora yo'q edi. Sababi islomda gidrotsefaliya plus diplegiya diagnozlari bo'lgan. Biz sol vaqtdan beri islom bilan birga жұмыс isteb kelib, mana hozir 8 yosh bo'ldi. Arada reabilitatsiya ajratdi, boshqa sentrlarda da жұмыс istedi. Bizga o'zi 8 yoshda kelganda 2 oy bo'ldi. 2 oyning ichida bizning jetgan жетістігimiz o'zi islom o'zligidan turib, oyog'ini bosib, yurib boshladi. Alhamdulillah. Он сам на кухню ходит, в пору он ходит сам. Рахмет центрге. Анisa Прайсна рахмет, Умит Агайна рахмет. Пришла Baby Life по рекомендации Негроводня у меня на приеме. Mana bu yerdasi bu bitta Instagram jil yurgizmayotdik. Ana telefondaydi, yaqin o'tamadim cho'tog'imga. Medikatsiyasining erikchiliklari. Birinchidan, gravitatsiyaga beyimdirish. Bu hadisda bolalar o'z denesini kengitdi. Bilasizmi, bolani ismi medik. Ashton knopkasi bor edi, ana qilgan. Qayerdan yozamiz? Baby Life deb kirishganmi? Ha, hozirchi. Takmi. Qaranglar, nima qilsak bo'ladi shu biznesni rivojlantirishga hamma fikr bildirsin. Demak, bular haqiqatan bizneslarni rivojlantirish kerak. Birinchi o'rinda bu biznes egasi daromad olish kerak. Daromad olmasa bu biznesni rivojlantira olmaydi. Tushunasizlarmi? Bu og'ir biznes, qiyin biznes. Kecha endi sizlar darsga borgandan keyin mana shu obloshkalarni o'zgartirdik. Mana orqa fonni mana shunaqa rang qiladigan bo'lib. Buni kim qilyapti buni o'zi? Buni hozir mana shu Zafar degan targetologimiz qilyapti. Hozir zona qilsam aka syomkada edik, sal uzoqroqda edik. Ulgurolmay qolamiz deb nima qilishdi. Kelaring, mana bitta og'iz gaplashaylik barimiz deb nima qilsak. Syomkani tashlab hozir chiqolmaymiz aka, ulgurolmay qolamiz. Sizlar bularga aytdilarmi, boyagi millionlik prosmotrlar kapirovka qilishni? Nima dedi? Shu bo'yicha ham ishlayapmiz hozir bizlar. Bayanaqa mana 3-marta hozir, yo 2-marta olinayotgan videolarimiz, 2 haftadan beri olinayotgan videolarimiz to'ysin. Shunaqa prosmotri katta bo'lgan prosmotrdagi videolarni xulosa shunga qarab nima qilyapsiz? Xo'p, qani ketdik. Nima takliflarimiz bor o'rtoqlar? Bitta hamma fikr bildirsin, ko'rib chiqamiz. Shu kasallikni qanaqa vrachlar bilan keladi? O'sha направление vrachlar bilan biron xil kelishuv bormi, yo'qmi? Xo'sh, vrachlar bilan shu paytgacha biz ishlashib keldik. Endi inshaalloh o'zimizga o'tkazdirsak deyapmiz u vrachlarni. Nevropatolog. Kengayadigan bo'lsangiz, endi o'zingizni ko'proq tanishtirishingiz kerak. Boyagi hozir mana bu yerda
kelgan onalarga demak massaj qilib, xuddi shunaqangi ularga ham bir qulayligi bilan bo'lsa, bu endi rostdan ham muammoli narsa. Olib qolish darajasigacha borishingiz kerak ekanda. Ularni dam oladigan joyi bo'lishi kerak. Qo'yilgan kravatlari, misol uchun ota-ona bemalol bog'chadagidek olib kelib tashlasa, misol uchun kechgacha siz bilan shug'ullansa ham uni siz qarab nima qilsangiz. O'shanda ular ko'proq pul berishga ham tayyor bo'ladi. Endi hozir siz demoqchisiz ham bog'cha, ham usluga. Bog'cha bo'lganda qarang, misol uchun ota-onaga kelib, misol uchun olib keldi, sizni protsedurangiz bir 2 soat, 3 soat vaqt oladi-da. Endi u ota-ona agar o'zi o'sha paytda pul topib olsa, sizga pul berishdan hech ham qiynalmaydi. Agar u kelib turib vaqtini ham ketirsa, ishga bormasa, pulsiz o'tiradigan bo'lsa, unda ertaga ozgina vaqtdan keyin muammo paydo bo'ladi. U sizga misol uchun oylab qatnaydi-ku. VTJda o'zi pul topish kerak-da. O'sha sharoitni yasab bersangiz, misol uchun u kelib turib bolasini sizga berib, bemalol bexavotir, misol uchun medsestralar bor unga qaraydigan. Shunday protsedura bo'lsa, o'shanda sizga ko'proq pul berishga tayyor bo'ladi. Dunyoda shunaqangi model bor. O'tganda tashab ketsa bo'ladigan bular bor. O'tganda bizlar sizga ko'tarib chiqqan savolimiz mana shu edi-da. Ham sadik bo'lsa, boyagi immuno DCPlarning sadigi bo'lsa-da, boyagi bolasini olib kelib bergandan keyin uni ichiga boyagi medik uslugamiz, ILFK, AFK, misol uchun logoped uslugalarimiz ya, shunaqa yana qanaqa uslugalar kerak, shu narsalarni ham kirgizdirsak deyapmiz. Ota-ona biladi, qorni to'q, bolasi issiq joyda, uslugasini olyapti, kameradan xalosa ko'ryapti, qanday bo'layotganini. Dunyoda bor. Immuno DCPniki dunyoda bor chiqar, biroq Chimkentda yo'q ekan hali. Tanishimizning narsa sidelka bo'ladi, chaqirtiradi, qimmatdir. Misol uchun onasi 1-2 kunga bir joyga ketadigan bo'lsa, sidelka chaqiradi. O'shanga tayyor ham medsestrlar ham shunaqa kelardi, DCP bolasi bor. Kallasida boshqa hech qayerda u narsa bor, Erjon aka. Hozir bu yerda agar haqiqatdan ham bular bog'cha qilmoqchi bo'lsa, misol, yo siz aytayotgan model ishlasa, oldin o'sha model ishlayotgan joy topish kerak edi. Bu o'ta mas'uliyatli narsa. Tasavvur qiling, mana bitta ayol bolasini qarab o'tirishga qancha qiynaladi. Agar bularga bitta xonaga 5 ta yo 10 ta o'sha DCP odam kelsa, uni eplash o'ta qiyin-da. Yo'q, bizdan bo'ladi. Bolaga bitta bo'ladi. Bizlarda hozir mana shu paytgacha ishlayotgani nyanya na chas deganimiz bor-da, unaqa programmamiz ham bor. Bizlarni kelayotgan patsientlarimizni ekstreni bir joyga boradigan bo'lsa, bizlarga zona qiladi, 3 soatga, 5 soatga deb olib kelib bizlarga bemalol berib ketadi. U reklama qilasizlarmi xizmatda? U xizmatni reklama qilmaymiz. Uni to'g'ri bizlarni o'zimiz. Buni odamlar o'zlari bilib topib olishi kerak. Uni bizlar saytlarga ham qo'ymaganmiz. Bizlarga kelayotgan patsientlargagina uchun-da u uslugamiz. Endi shuni yana ham bizlar shu narsani ham biz moddiy daromad olamizmi? Olamiz. Bo'ldi, bosish kerak. Keyin misol uchun qarlarga qaraydigan sidelkalar bor. Ularni sidelkalarni tayyorlaydigan odamlar bor. Sizda xuddi shu narsada shu sidelkalarni tayyorlashingiz kerak ekanda, shunaqangi mutaxassislarni chiqarish kerak ekanda. Misol uchun 10 ta, 20 ta, 30 ta shtatga yig'ib qo'ysa, psixologik uravnoteženный hamma tomon. Misol uchun oilada mehmon kutayotganda sidelkani chaqiradi 4-5 soatga. Ona bo'shmas paytlarda chaqiradi, bular misol uchun vizitga jo'natadi. Olib kelish shart emas-da o'sha. O'sha oilasida ham qarab beradi, faqat u ma'lum bir nimaga, pulga o'zi boradi. O'sha paytda bemalol ona bexavotir, misol uchun to'y qiladimi yoki bo'lmasa mehmon kutadimi, bemalol o'zini ishini qilib yuraveradi. Bitta muammo yechilgan specialist o'zi kelib qoladi. Shunda hozir bet ijaradami yo o'zingiznikimi? Ijarada. Ijarada. O'zingizdan qayerda turasizlar? Bizlar o'zimiz sayram turamiz. Hozir kelgan joyingizlarda turamiz. Shunday. Necha minut kelasizlar yo'lda? Yarim soat. Yarim soat. Demak, kengayadigan bo'lsak agar kengayadigan bo'lsak, demak o'sha hozirgi Erjon akam aytmoqchi bo'lgan xizmatni ham o'zimizga bog'cha sifatida qilsak bo'ladi va vizitga ham yursak bo'ladi. Bu ikkalasi fokus qaratamiz. Vizitga boradigan xodimimiz nechta hozir? Vizitga boradiganimiz hozir 2 tasi bor. Biroq u nyanya chasqa emas. Immuno uslugaga boradi. Kelolmaydigan juda ham og'ir
nimalarga, patsientlarga uyiga borib упражнениесі qilib qaytib kelishadi. Licheniyada. Licheniyaga qarashyapti, bolaga qarashmayapti. U yani nachas bo'lsa, unaqa odam topib o'qita olamizmi? Bor, unaqa odamimiz bor. Usluga отдельно, nachas отдельно. Bo'ldi, buni ham marketingga chiqarsak, bu ham uchadi. Buni target qilib turib qursa bo'ladi. Xo'p, demak, marketologimiz tushundik. Bu yerda boshqa joyga ijaraga chiqsak. Demak, Chimkentda o'zidan chiqishimiz kerak-da ijaraga. Chimkent bizga qulaydi-ya, chem boshqa joydan. Xo'p, chiqdik deylik. Hozir shu paytgacha normalni target yoqib, voronka qilib konversiya tekshirmagansizlar sizlar. Endi mana endi qo'yapmiz buni. Tushundim. Demak, agar hozir biz ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirsak, o'tgan safar bular sahnaga chiqarganimiz kim bor edi? Demak, o'sha videolarni biz rivojlantirsak, o'sha videolarni to'g'ri tayyorlasak, bizda hozir shundoq ham million prosmotr bo'lib, buning orqasidan juda ham ko'p sizni qidirayotgan odamlar ko'radi-da, topadi. Shu videolarni tayyorlash bo'yicha bizga eng muhim joy hozir bitta SMMshik yoki o'sha videochi bo'lish kerak-da. Hozir bizni to'g'rimizda qo'yayotgan joy ashida. Manada hozir siz kengay olmayapsiz. Chunki kengayish uchun sizga klient oqimi to'lib tursa, siz qo'rqmay kengay olasiz-da. Siz kengayishingizga birinchi o'rinda klient oqimi xalaqit beradi-da. Agar reklamani to'g'ri qo'ysak, boyagina qolib endi biznesda dastavshik deymiz. Endi bu yerda demak o'sha nachas borib turib, o'tirib xizmatlarni qilsa uyali zo'r bo'lardi. Keyin videolarda ham ustozlarga o'zi aytgandek, o'zlaridan ko'proq informatsiya berish kerak. Misol uchun oddiy bir massaj o'rgatib olish. Video qilib doktor Eshchanov degan bor, misol uchun bizga o'zimizga Shermatov doktor chiqadi, yechim beradi. В это же время uni подписчик ko'paveradi, shu odamlar ko'p tanisha boshlaydi. Hozir siz misol uchun juda ko'p sizda shunaqa muammo, misol uchun u muammosiga yechim berib tursangiz, odamlar sizga qarab o'zlari yugurishadi-da. YouTube qilyapmizmi, yo'qmi? YouTube'ni qo'shib beramiz dedi. Kecha shunga vaqt yetmay qoldi. YouTube'ni ham qo'shamiz. Shunaqa o'qitadigan nimalarni berishingiz kerak-da, shu ular o'zlari qilib ko'radi. Keyin yo'q, men juda to'g'ri qilmayapman, sizga keladi. Hozir YouTube boshlanganmi? Bormi YouTube? YouTube bo'lganda YouTube'ni umuman yurgizgan emasmiz. Ochilganmi YouTube? Telefonda bor. Biroq Azizbek Samesni qo'yib kanalimiz yo'q. Men qaranglar, bugun bitta kanal ochib, bitta o'zlaringga o'sha o'zingizga nomingizga ochilgan YouTube bormi? O'sha akkaunt osiladi. Akkauntga kompaniyani nomini yozib Azizbekka beringlar, Samesni qo'yib yuboradi. Mana shu videoni ham YouTube'ga ham Samesni qo'yib yuboradi. Juda ham ko'pchilik birinchidan ko'riladi, ikkinchidan YouTube'da prямой efir qilishimiz kerak. Agar YouTube'da prямой efir qilsak, hozir Erjan akam aytgan narsa ishlaydi. Odamlar, minglab odamlar ko'radi. Sizlar faqat uni o'rgatishlaring kerak. Mana masalan shu paytgacha olgan bilimlaring bor-ku, men metodologiya qilib beraman sizlarga. Masalan, haqiqatan ham farzandi o'sha DTP bo'lgan odamlarga metodologiya qilamiz. Masalan, mana birinchi bolang oyoqqa turish uchun mana bunday qilishing kerak, yurish uchun bunday qilishing kerak, gapirishing uchun bunday qilishing kerak deb turib, siz aytib berasiz. Er-xotin o'tirasizlar yo o'zingiz o'tirasiz, o'tirib bitta-bitta tushuntirib berasiz. O'rtoqlar, men bu bunaqa deb tinmay bilim beraverasiz odamlarga. Odamlar sizni ko'rgan sari u manfaat topadi. Tushundingizmi? Manfaat topib, uyda o'tirib o'sha manfaat qilishni boshlaydi. Keyin o'sha ham bular ko'proq murojaat qiladi. Xullas, barakada bu, tavsiya ham qiladi. Tavsiya o'zi misol uchun ko'rmaydigan odamga ham sen ko'rganmisan deb aytib ketadi. Mana shunaqa odam bor, mana ko'rdi, berib ketadi. Tavsiya ham qiladi. 8. Demak, mana shu doktor Shermatovning YouTube va shu yo'q edi. Biz YouTube yurg'izganimizdan uchib ketdi-da. Просто prямой efir qilib boshlash kerak. Juda ham ko'p manfaat topasiz, manfaatli bo'ladi sizga. Videodan burun prямой efir ko'proq qilishimiz kerak. Boshlash kerak. Aka, uni ham. Tushunasizmi? Uni ham. Просто shunda telefonni yoqasiz, shuni YouTube'ga bosasiz, уже ketdi. Mana oching YouTube'ingizni bitta ko'rayman. YouTube'ingizni oching. Mana shu udamlarni o'chirib tashlash kerak hammasini. Mana Umid King 3 ta 7. Mana shuni
Bu YouTube kanalda уже bu. Mana qo'yilgan ekan ham даже. O bir oldingi Mana qo'yilgan ham ekan. Bilmayman, YouTube yurzaman deb bir o'qigan edim. Только этот раз при использовании прямой эфир. Создать шорс подробно. Подробно 50 подписчиков и получит возможность продать трансляции. 50 ta obunachi bo'lsa dabro berar ekan. 3 4 5 6 7 8 10 ta. Shu yerda o'zi 10 tamiz. Tak. Bunga mana buni afirmat qilish kerak. Shuni gruppaga tashlab yuborasiz, obuna bo'l deysiz. Tushunasizmi? Tirs hamma obuna bo'ladi. Podelиться, копировать. Men Telegram gruppaga tashlang 10-coachga. 10-coachga tashlang. 10-coach. Mana, o'rtoqlashni podpiska bosib olinglar, shunga iltimos hamma kirib. Buni afirmat qilishingiz kerak. Ya'ni Umid 77 emas, tam doktor, tam falonchi deb afirmat qilishingiz kerak. Maylimi? Mayli. Tinmay video qilamiz, ishoning menga millionlab odamlarga siz yaxshilik qilayotgan bo'lasiz. Hozir endi ikkita sразу ikkita YouTube ochib olsa qanday bo'ladi? Yaxshi bo'ladi. Ya sen ham telefonini qo'yamizmi? Farqi yo'q, bu bitta YouTube ochsalar hamma kiraveradi-ku. Ha, unda shunaqa. Qayerdan kirish qizig'i yo'q. Siznikidan farqi yo'q. Mana meni YouTube'imga Azizbek kiradi har kuni, Azizbek video qo'yadi, bemalol. Xuddi Instagramga o'xshagan narsa-da bu. Qaysi YouTube kanaliga qiziq emas. Mana shu do'stlikdan siz ham avval o'rasa olasiz. Men xohlayapman siz ko'proq ishlashingiz kerak-da bu bilan. Tushunasizmi? Siz chiqib gapirishingiz kerak. Siz chunki davolayapsiz-da, biz sizni lishni brend qilib chiqaryapmiz bu yerda. Siz o'zingiz gapirishingiz kerak. Shunaqa deb. Dalish ketdi, nima YouTube qilamiz, yuritamiz. Yana nima qilsak bo'ladi? Taklif beringlar. Qayerdan joy topsak bo'ladi keyinroq? Bormi variantlar? Endi joyni mana shu zona kerak, qo'ni-qo'shni atrof kerak. O'ng tomon, chap tomon. Problema. Nima masalan 3-etaj постоянно arenda deb turadi. Ikkinchi, 3-etaj lazım joy ko'p-da, biroq bizga imенно birinchi etaj kerak-da. Birinchi etaj просто всегда qimmat joy. Lift bor. Endi bizlar hozir o'ylayotganimiz bitta отдельный здание qo'ya qilsak deyapmiz. 2-3 etajli zdание olsak-da, ikkinchi etajga vrachlar o'tkazsak deyapmiz. Endi bizlar xarajat. Biznesda unda kengayilmaydi-da. Biznesda lestnitsa bor, sekin-sekin chiqishingiz kerak. Siz hozir sразу 3 etajga chiqsangiz, unda xarajati-chi? Endi xarajati bo'lgandachi, bitta hozir bizlar направленияларimizni ham ko'paytirsak deyapmiz-da. Hozir bizlarda только misol uchun SME Medik bor, LFK, AFK bor, взрослый massaj bor. Shu mana shu упражнениямizning o'ziga bizlarga hozir joy kishindalik qilyapti. Hozir nechta klientingiz kelyapti, ulgurmayapsiz? 50 ta klientingiz bormi uchirda turgan? Hozir endi hammamizga bitta-bittadan boyagi har bir vaqtimizga odam keladigan bo'lsa, menga odam sig'may qolyapti-da. Konkretlashamiz. Hozir sizda ko'chada 50 ta odam bormi, kirgizmayman deb turgan, uchirda yetmayotgan? Yo'q. Unda izdaniya olishga ruxsat yo'q-da. Qachon kengayadi odam? Qachonki uchirda tursa, odamlar o'zi qo'ymaydi sizni. Hey deydi. O'shanda kengayishingiz kerak. 3 qavatli bino olsangiz, bilasizmi qancha pul ketadi unga? Chimkentda unaqa arzon emas. Birinchi etajning o'zi misol uchun agar 1000 kvadrat bo'lsa, qanchadan olasiz? 15 mingdan olasiz. 1,5 million birinchi etaji o'zi bo'ladi. Qolgan ikkita etajini qo'shib turib, yana 1,5 million deganda oyiga 3 million. Bu 3 millionni siz ham переоборудовать qilishingiz uchun kamida bir 15 million tutasiz. Misol uchun mana bu yoqda nima bor? Nima bor? Bu yoqda ham hozir arendatorlar o'tiribdi. O'zi betni xazaykasi birinchi etajni barini olsang 1,5 millionga beraman degan edi. Endi bu mana arendatorlar bilan gaplasam, mayta otsyenshiklar, mayta tilla qidiradigan metallixkatel, mana bu chekda reklamniy agentство o'tiribdi. Endi bular betdan ketgisi kelmay turibdi-da. O'tganda bir gaplashib ko'rdim-da men. Birinchi etajni barini olsam, bu tomonda nima bor yonimizda? Sirtdagi ikki yonimiz atelye. Kiyim tikadigan. Ular 15 yil bo'lib ketdi. Ular o'tirganlar bizlardan oldin tepalarni bari anaqa. Gastiniца. Pastimiz yo'qmi? Yo'q. Endi men tegi podol bu odam tushib bo'lmaydi. O'zingizga nima qilsa bo'ladi? Endi hozir bizlarga birinchi uchinchi etaj qilib olsa, misol uchun arendani bor-ku.
Этаж, misol uchun всегда как minimum 15 mingdan yuradi. Ikkinchi etaj, uchinchi etaj olaman desangiz, arzimagan pulga 15 mingiz dollarga 30 dollar deb olsalarmi? Qimmatda. Endi hozir bizga kelayotgan bari ham o'zini oysa desa kelmaydi-da. Ajasi, atasi kiydi olib keladi. Ular, короче, yaqacha ko'tarib chiqishga qiynaladi. Jo'q, men demoqchi bo'laman, lift bor, zamet того. Shodan olinsa, bo'yli такой не bo'ladi. Misol uchun siz hozir qo'lni расходыңыз ulkan bo'lib ketadi-da, siz bir misol uchun 20-30 million bir yerga tiqib jerish kerak bo'ladi. 20-30 million tiqqandan keyin sizga hali жаңағы ustoz aytdilar, konkretный klient yo'q sizda, misol uchun 100% klient yo'q. Uni aldingiz, sizga misol uchun klient uyilib tursa, siz urdingiz 30 million o'sanda расход qildingizda, endi qayta уже 10-20 million qaytarib oldingiz, сөйтіп istəsəniz bo'ladi. A siz endi на темную комнату просто ақша расход kirib ketdi, neправильно. Keling bundoq qilamiz. Bugun erta biz kengaya olmaymiz. Ya'ni bugun erta kengaya olmaymiz. Kengasaga menimcha keyingi yildan balki birinchi kvartalda oxiriga kengaysak kerak. Shu ko'klamlarga mo'ljallayapsizga mana shu barishda barazan bo'lsak. Unda hozir qiladigan ishlar kelishib olaylik. Demak, birinchisi klient oqimini ko'paytirishimiz kerak. Uning uchun menga marketologlar bilan gaplashtiringlar, biz unga tushuntiraylik. Bir, что u tushunsin bizni, biz nima xohlayotganimizni. Bu yerda sizlar o'zi haqiqatan ham qahramonsizlar, qahramonliklaringni ko'rsatib bera olsin. Tushunasizlarmi? Haqiqatan ham shu ish qilayotganliklaringni xalqqa ko'rsatib bersin. Xalq ko'rsin, shunda sizlarga xizmatlaring kerak odamlar to'lib ketadi. O'shandan keyin kengayamiz. Umuman hozir vrachlar olib yana дополнительный там отдельный zdaniyega bugun erta chiqish umuman o'ylamash kerak. Faqat klientni ko'paytirish kerak. Misol, mana shu 3 ta xona bo'lsalaring hozir klient ko'payib ketsin, realni ko'payib ketsin. Ertalab masalan 9 dan to kechqurun 8 gacha yo 7 gacha klient ko'payib ketsin. Даже men bu xona ham to'lib ketish kerak. Agar to'lib ketsa, shunda ham balki 3 qavat olmasdan turib, bitta yana joy olib turib, mana shu atrofdan yarmini bu yoqqa chiqaramiz. Tushunasizlarmi? Maqsad bu yerda hozir fokusni yo'qotib 5-6 xil vrach olish ham paka kerak emas. Kerak emas paka. Chunki biz to'g'ri marketing qilsak, shu sohamiz o'ziga ham mutaxassis keladi-da. Shu sohani o'zini ham rivojlantirsak keladi. Mayli, keyin odam ko'payib ketgandan keyin qo'shaveramiz. Boshqa sohani qo'shaveramiz. Paka kerak emas. Bugun ertaga realni kerak emas. Demak, nima qilishimiz kerak? Birinchi qiladigan ishimiz 5 ta ijtimoiy tarmoqni bitta qilish kerak. Bu marketologlarning kelsa zo'r bo'lardi. Bo'lmasa men Ahrorga aytishim kerak, yordam berish kerak. Bu sohani rivojlantira olamiz. Qilsak bo'ladi. Lekin ikkalasi birga ishlasa ham mayli. O'zi bir oyda mehnat qilib qancha pul topasizlar? U sof foydalanib qancha? Qancha qovat sizlarga jo'ntaklayingi? Sof foydamiz. Bizlarga u tozasi, u siz oylik olganingizdan tashqarimi? Yo'q. Tozasi tashqari. Oylikni chiqaraveramiz. Oylik chiqaradi. Menda ham birozgina oylik chiqadi, keyin undan tozasi. Bizlar bir haftalikni mendaq bo'lamizda, bir haftalikni arendamiz $1000. Undan keyin ikkinchi haftalikka уже qizlarning oyligi, namijozlarning xodimlarimizning qolgan 2 haftalik o'zimizga qoldi. Xo'p, shunda siz qancha oylik olasiz? Примерно. O'shandan tashqari oladimi? Bularga oylik berganimizdan tashqari. Demak, u xodimlarga berib bo'ldik. Siz oylik oldingiz. Siz qancha oylik olasiz? Deyapman. O'zimga ham. Bo'ldi. Oldingiz. Undan keyin qo'yapti-ya. Bo'ldi, unda marketing qilsak bo'ladi. Zo'r bo'ladi. O'sha pul bormi? O'tgan 2 hafta, 3 haftada rosa kamayib ketdi. Bizlarning odam og'rib bolalarimiz 1 oyda kamayib ketdi. 1 oydan ham ko'proq vaqt bizlar 2 ta 3 ta bola bilan qolib ketdik. Arendaga ham pul chiqarolmadik. Men buqalarimni sotib arenda berdim. Iloji bo'lmadi-da. Shunaqa nimaga kirib qoldik endi mana mana shu 1 oyda shunaqa bo'ldi. Mana mana shu haftadan boshlab yana ko'tarildik. Shu bularga instrument kerak-da.
Xo'p, demak, hozirgi holatda marketing qilsak uchib ketadigan holatda turibsizlar. Marketing qilsak, klientimiz ko'payib ketsa, masalan, sizda o'sha 8 soatga yo sizga 8 soatga odam to'lib ketsa, yana o'chirib bo'lib ketsa, vrach ola olamizmi? Topa olamizmi vrach? Bora vrach? Bor. Hozir meni sohamga bitta gotovoy kadram turibdi. Uni chaqiraylik desak, unga biz patsient beramandan keyin uni chaqirishga ham odam anaqa bo'lib turibdi-da. Uni chaqirib olsak, klient yo'q, o'tirib ketadiganimiz ketib qoladi-ku. Qiziq biznes. Marketingni ustki направлениеga bosish kerak. Ustiga tiqish kerak faqat, o'tlamash kerak. 6 xil, 5 xil narsaga tiqmash kerak. Bitta fokus urish kerak, o'shaning orqasidan o'tib tashlaymiz. Rostdan misol uchun bu bannerda juda ham katta nima-ku. Bunga talab ham ko'p bo'laman. Faqat juda ko'p odamlar yugurib yuradi. Bolasini ko'tarib. Men misol uchun o'zimni qizimni Toshkentga olib borganman, Chimkentda topolmadim. Meni ikkinchi qizim shunaqa bo'lgan. 2015, 2016, 2017da men Toshkentga qatnaganman 2 yil. Xudoga shukr, hozir yaxshi yuribdi. Men misol uchun mendan katta opsiyon taksi shunaqa Toshkentga qatnadim. Biz hech hammamiz Toshkentga qatnadik. Jetsaylik misol uchun qarindoshlarimiz o'sha narsani vaqtida o'qisha olmadi. Hozir bola mashina qo'yadi. Kichkina yoshligidan уже shunaqa. Xudolar katta bo'lib qoldi. Yurish hamma narsasi joyiga keldi. Ular keldi. Toshkentga yurdi, o'qidi, lekin kech bo'lib qoldi. Kech keldi. Mana bizda ham bu qancha mana bitta odam 1,5 yashar o'g'lim sal boshqacha bo'ldi. Ko'rsatib Bizlarda hozir biz misol uchun bizda mana ochilmayapsizlar-da, ko'rinmayapti. Misol uchun bilmaydi-da, bilsa odam keladi. Ana parixmahara videosi bor-ku. Aytadi, morozni reklamani eklash kerak-da. Xudo yo'q, sen Xudoga nimaga borasan desa, shuni chiqib soch uzun bilan olib kirib, parixmahara yo'q dunyoda. Shunchalik fikr bergan. Bu mendan so'ramasa men qanday bilaman deganda o'zgartirganimizda shuni hozir meni bermoqchi bo'lgan savolim, misol uchun tug'ilayotgan bolalarni 90%ga bayag'i maylab qiladigan o'zimizni bayag'i burunli massajimiz kerak-da. Lekin ana shuni o'ziga bizlar правильно yetkazib bera olmayapmiz-da mana shu marketingimizni. Shuni o'ziga ham odam kelmay qolyapti-da shunga. Bizlar marketingchi yaqinda boshladi. Shuni kecha ham targetoklar aytyapman-da, nega? Nima sabab bo'lyaptiki, uchib ketolmayapti videolarimiz deb. Hozir mana bunaqada qarang. Oddiy tushuntirib qo'yaman. Aytdi, LC ochildi bilasizlar. Birinchi ochilganda birinchi nima qilib faqat lavash qilishdi. Boshqa hech narsa bermasdi. Hozir kirsangiz, tovug'i ham bor, burgeri ham boshqasi. Sizda ham hozir to'sta o'zingiz ishingizni qilishingiz kerak, bitta направление. Uni hammasini yig'ib olganingizdan keyin sekin yoniga uni qo'shasiz, uni qo'shasiz. Qo'shib o'tadi. Hozir telefon qilib qaytadan. Hozir lekin birinchi bitta narsa kelsan, iltimos. Asosli ishni qilish kerak. Asosli ishda bo'lganda klient уже ko'paygan paytda siz уже xodimdan chiqib turib keyin уже sekin yoniga уже занимать qila boshlaysiz. Ajitda biz oshkor qilganmiz. Endi bizlar yana ham tezroq tanishishimiz uchun yaxshi vrach bayanaqa yaxshi kadrlarni o'tkazamiz deb. Kamida million olib berasiz. Shuni hisoblab o'tirdik 5 kishi. Sanda qancha? San qancha kirita olasan? 600 ming dollar chiqdi-da, oshiq chiqmadi-da. Shunasizlar, o'sha kelishuvni to'g'ri qilib turib, konkretni savol-javob qilsa, vazifalar to'g'ri bo'lsa chiqib keladi-da baribir. Shuni tushundimki, birinchi ochratda komanda turar ekan. Biz komandani baquvvat qilishimiz kerak ekan. Ikkinchi ochratda biz o'sha komandani boshqarishni o'rganishimiz kerak ekan. Uchinchi ochratda keyin bir sohani bir направлениeni ushlaganimizdan keyin ana olmaxonga o'xshab unga bunga sakrayverish kerak yo'g'i, o'sha daraxtni katta qilishga harakat qilish kerak ekan. Shunda siz успешный bo'lib birinchi millioningizni osonroq topasiz. Kutganimizdan ham a'lo bo'ldi. Bundan tashqari menejment bo'yicha dars oldik, yangi kursdoshlar qo'shildi. Juda xursand bo'ldik. Dars juda a'lo darajada o'tdi. Bundan katta taassurotdamiz, hayajondamiz. Men odamni uchrashni hali o'ylaganimiz yo'qdik. Aqdan olgan bilimimiz nimasi oltinga teng. Ustozga ming rahmat aytaman. Miyanglar yorilib ketib potladi haqiqatan. Agarda sizga ham mana shunday natijalar qiziq bo'lsa, natijaga erishishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi tugmani bosing, ro'yxatdan o'ting va o'z joyingizni band qiling.
atrofda boshqa klinikalar bormi yo'qmi? Mana bu yerda Именно bizani professiya bo'yicha bor. yonda Yo'q, yan atrofda yo'q, nariroqda bor. O'rmonning janubida жаңа здание qurilgan. Пустой. O'rinboyev qay улица? Adirbekov. Divayevaning ko'tarilasiz Ilayeva. Ilayeva bo'lgan кезде o'tganingizda o'ng qo'l joqda bir здание turib bitibdi. Biroq isga tushmagan. Ko'jak bo'lar ekan. Ilayevaning oyoq shaxtarida bir ikki zdaniyalari bor. Usta asfalt qo'yilgan. Ana kemani buzib qaytadan quryapti. Endi bizlarga hozir birinchi bo'lib lokatsiya, ikkinchi bo'lib parkovkasi bor joy kerakda. Потому что parkovkasi problema bo'ladigan bo'lsa, bizlarga keladigan patsientlarga ham qiyinda. Katta bolani, misol uchun, основной mamalar olib keladi-yu, ko'tarib olib kirish qiyin bo'ladi. Misol uchun, boya 8 yoshli bola keladi-da, zona qiladi. Aka, bizlar keldik dedi, men o'zim chiqib ko'tarib olib kirib beraman. Bana aytayın degan tamam. Даже ikkinchi etajga ko'tarib bo'lmaydi, чем sizning mana parkovkangizdan ko'tarib kelgan. Siz lучше lokatsiyasi мощный bo'ladi. Ikkinchi etajga o'rin bo'lsa da bo'ladi. Получается сондай bo'ladi da. Siz нормально bo'lsa, lift bo'lsa вообще. Или bo'lmasa shu yerga bir arba qilib qo'yasiz. So'ng liftdan kirgizadi, arba o'tirib, o'zi kiradi, ko'tarib chiqib ketadi. Ya, Он шешімін шығарса болады, просто сізге самый главный бірінші маркетинг узкий направление қылып тұрып, маркетингте клиент тақымын күшейтіп алыш керек. Ошондон кийин барып фокус болуш керек. Ustoz keyinchalik kengaygan bo'lsa, mana shu soha aloqasi bor bo'lganlar bo'lsa, masalan bir joyda arendaga oladigan bo'lsak, ularning o'lgan arendasini ustoz sumayda berib o'tib, pul chiqarib, ular biz arenda to'lamaydigan narsa bo'ladi. Bular уровеньdan kelib chiqingda siz. Siz medet уровеньdan kelib chiqasiz. Tushundingizmi? Bular уровеньdan kelib chiqing. Bular vrach. Bular siz aytayotgan narsani tushunmaydi, qila olmaydi ham. Bular уровеньdan kelib chiqaylik. Menga qara, Ahror, yaxshimisan? Yaxshimisiz? Menga qara, uka, bir minut senda gap bor, eshit meni. Qara, Ahror, hozir biz bitta klinikadamiz, uka. Bular nogiron insonlarni oyoqqa turg'izishga yordam beradi. Tushundingmi? DTSP. Tushundim. Ha, endi yaxshilab eshit meni, Ahror. Senga mana bunaqa taklifim bor, uka. Sen bularni marketingini hozir bitta bola yurityapti ekan, yuritaversin. Sen ham qo'shimcha yuritib ber. Primerni 20 tami, 30 tami zo'r video olib ber va bularni natijaga chiqarib tam uchirib ber. Xohlasang men senga $1000, xohlasang $2000 pul beraman. Faqat natija qilib berishing kerak. Men hozir o'zim kelib ko'rdim. Hamma narsasi bor. Bir oyoqqa turg'izib yuborgan odamlari ham bor, rozi klientlari ham bor. Короче, bularga borki, hali uyda 3 yil, 4 yil yo 5 yil tura olmagan, haqala tualetga ham bora olmagan odamlar keladi-da, bu yerdan yurib chiqib ketadi. Hali Xudoning qudrati bilan. Tushundingmi? Buni men videolar analiz qilganimizda ko'rdik, ukini bormiding, yo'qmiding, yo'q eding. 3 million, 5 million prosmotr bo'lgan videolar bor. Haligi konkurentlarniki O'zbekistonni ko'rdim-da men. O'zbekistonda bularning konkurenti bitta videosi 3-5 million. Bularniki zo'rg'a 1000 ta bo'lsa bo'ladi. Chunki na bir muzikasi to'g'ri qo'yilgan, na montaj to'g'ri qilingan. Короче, umuman maza qilmaysan ko'rsang. Zo'r tema, bu ko'tarish. Bomba tema. Menga qara. Sen bugun xohlasang bugunga, xohlasang bugun kechqurunga, xohlasang hozirga, xohlagan paytingga bular bilan gaplashib shuni yurg'izish kerak, Ahror. Tushundim. Ismlar ekan? Ismingiz kim edi? Umid. Umid aka ismlari. Seni raqamingni beryapmiz. Hozir senga sразу WhatsAppdan yozadi. Qachon kelasan? Soat nechida kelasan? Yaxshim, telefonda gaplashib olamiz, kechki ko'rishib olamizda. Bo'ldi. Nechiga? Aytaver, gromkada turib telefonim. Hozir 3 bo'ldi soat. Shu 6-7 menimcha. Bo'ldi, 7da ko'rishamizmi? 7da shu yerda ko'rishamiz unda. Bo'ldi, 7 sizga ma'qulmi? Bo'ldi, 7da shu yerda ko'rishamiz unda. Men ham bo'laman. Bo'ldi. Bo'ldi, 7da shu yerga kelasan, xo'p? Men hozir lokatsiya tashlab beryapmiz senga. Qara, Ahror, sendan nima kutyapman, uka? Sendan kutuvim nima? Sendan kutuvim bularni millionlik prosmotrga olib chiqishing kerak. Zo'r tema bu, savoblik tema bu.
pulingga olasan, maylimi uka? Inshaalloh. Faqat bitta iltimos bo'ladi. Hozir sen qancha olyapsan sredniy odamdan? Sredniy 300 ming tanga. Bu 600 dollarmi? Ana shunaqa. Bo'ldi, 600 dollarmi? Bo'ldi. Umuman muammo yo'q. 600 dollar bo'lsa umuman muammo yo'q. Senga 600 dollar berishga tayyormiz. Umuman muammo yo'q. Faqat ishni boshlab 1 oydan keyin olasan. Agar bular bermasa, men beraman. Maylimi? Chunki bu hozir biznes shu holatda. Xo'pmi? Bular 1 oydan keyin beradi. 1 oy tugashi bilan. Agar bular bermasa, shuni telefon qilasan, aka, bular bermadi desam, kartanga 600 dollar men tashlab beraman. Все, senga ishondim, soat 7 da hol lakasi tashish sho'ka kelib, uje ishni boshlasang ham mayli. Faqat yana bitta narsa, xohlasang 600 emas 800 dollar beramiz. Faqat o'zing kelishing kerak, o'zing videoga olishing kerak. Yo'q aka, men kuchayib ketdim. 1000 dollar desang 1000 dollar ham beraman. Faqat o'zing kelib o'zing olasan. Xodiming kelgani qiziq emas menga, chunki bularning uroveni hozir cho'kyapti. Tushundingmi? O temir tersakka biznesiga borsang, temirni olasan, sen olsang olmasang biznesi yaxshi. Bu holatda emas hozir. Kelishdiga o'zing kelasan, xo'pmi? Ya'ni ko'z bilan ko'rib gaplashayib. Bo'ldi. Все, xodimingni jo'natmagin menga. Все, davay uka, tinch bo'l, rahmat senga. Demak, nima qilamiz? Bu bola keladi, sizni videoga oladi, montaj qilib zo'r qilib chiqarib beradi. Navodo chiqarib bera olmasa yo bir narsa bo'lib qolsa, men boshqa odam topib beraman. Lekin bu bola eplaydigan malades bola. Xo'pmi? Bu bir. Faqat 5 ta ijtimoiy tarmoq hammasini yurg'izish kerak. Bu ham TikTok jinnisi, Instagram plus minus qiladi, lekin YouTube'ga harakat qilmaydi. Siz o'zingiz YouTube'ga chiqishingiz kerak. Tushunasizlarmi? O'zingiz YouTube'ga chiqib, prямой efir qilishingiz kerak. Bunga aloqasi yo'q. Shuna YouTube'ga chiqasiz, hali doktor Shermatovga o'xshab. Shuna videoni bosaverasiz. Orqangizga rasm qo'yasiz, "Voy, qanday tushuntirib berdingiz bizga?" Xuddi shunday bosaverasiz. Maylimi? Shunda qozoq auditoriya ko'pmi? Qozoqchasiga chiqsinmi, o'zbekchasiga chiqsinmi? Kim ko'p? Bizlarda qozoqcha. Qozoqchami? Bo'ldi. Bo'ldi, все bosish kerak unda. Bosish kerak, chiqish kerak. Tushundingizmi? Birinchisi Ahror bilan gaplashasiz. Ikkinchisi YouTube'ni tupa ochasizlar. YouTube'dan prямой efir qilishni boshlaysiz. Maylimi? Ikkita ish, mana shu ikkita ish qilinglar. Keyin uchinchisi, bu yerda havo aylanishi cho'ta yomonga o'xshayapti menga. Ventilyatsiyamiz hali qo'ymadik. Endi to'g'riq bo'lganmiz. Mana shu voskreseniya kuni qilamiz dedi. Qo'yiladimi? Nima qilasizlar? Anaqa, bayag'i turbani ishlashadi-yu. Sortlardan. Kim qilyapti? Sayram bolalar. Kim oti kim? O'tkir degan bola. Yaxshi narxda qilib beryaptimi? Tekin qilib beradi. Yaxshi bo'ldi. Bersin, bizning o'quvchilarimiz ham borda. O'quvchilarimiz ham borda, aytamiz deyish uchun. Bo'ldi, unda qilib bersin, unda iltimos qiling, kelib qilib bersin, shu havo yaxshi aylansin bu yerda. Chunki mana biz turibmiz, biz ham ko'pchilikmiz, hech kim, balkim shungadir, havo aylanmayotgani bilinyapti. Bo'ldi, demak buni qilamiz. Bino masalasi bo'yicha umuman hozir bino qidirmang, kerak emas. O'ylamaymiz. Men o'zim aytaman qachon qidirishni. Sizga zadaniya Ahror bilan ishni boshlaysiz bir. Faqat Ahrorga aniq aytasiz, 1 millionlik videolarni berib, shuni faqat bosh rolda men chiqay deb tushuntirasiz. Xo'pmi? Men boyiga olgan videolarni qabul qilmadim birontasini, o'tmadi. Birontasi o'tmadi. Maylimi? Kerak bo'lsa, prega bordi, uchrashuvda men ham bo'laveraman, umuman muammosi yo'q. Ahrorga o'zim ham tushuntiraman kerak bo'lsa. Shunday gapirib-birmizda. Ishlaringga, mehnatlaringga, qilayotgan ishlaringga 5, marketinglaringga 2. 2, -2 shunda ham. Ishlaringga, mehnatlaringga 5 lekin. Demak, ketdik. Marketing yurg'izamiz 1. Naniya chas bilan men bu uslugalaring bor ekan-ku. Mana shu bo'yicha bitta o'tirib strategiya qilib olamiz. Buni ham marketingga chiqaramizda. Bir 5 ta 10 ta masalan logistikaga o'ylaylik. Kuniga 10 dollar targetga otadigan bo'lsak, plus minus 10 ta klient keladigan bo'lsa, bundan 3 tasiga prodaja qilsak ham targetni pulidan tashqari plus minus 100 dollar kunlik dohod qila olamiz biz. Tushunasizlarmi? Mashina o'ziga, ya'ni haligi naniya chas uyda hamshira yuborsak uyga,
Odamlar bizga pul bersa, pulni hamshiraga berib sizga qoladiganini o'zi targetda 10 barobar oqlaydi sizda. Tushundingiz-a? Buni faqat liniyaga tushirish kerak. Shunda sizda 3 xil pul oqimi bo'ladi. Qarang, siz logikani tushunib oling. Boshqa vrach chaqiraman deb o'ylamang. Mana qarang. Mana bu sizda marketing bo'ladi. Faqat marketingni 3 ta qismga bo'lsak bo'ladi. Birinchi qismi boyagi davolayotgan qismimiz. O'zimiz chaqiryapmiz, davolayapmiz, to'g'rimi? Mana davolayapmiz. Tam ketdi mana. Doktor tam Umid Palonchiyev bo'ldi. Shu ketdi. Ikkinchi qismi bo'ladi. Bu отдельно video qilinadi, отдельно target qo'yiladi. Boyagi uyga borib, tam davolash bo'yicha. Uzr, bolasiga qarab o'tirish bo'yicha. Bu hamshiralarni yuboramiz. Bu ikkinchi qismi. Uchinchi qismi bo'lishi mumkin, tam boyagi massaj qismlaring bo'lishi mumkin, misol. Massaj qismlaring bo'lishi mumkin yoki hijama qilamiz deyapsizlar, bunaqalar qilish mumkin. Lekin bu sizlarda S bo'lsin. ABC analizda bu S eng kam fokus qaratadigan ish bo'lsin. Biz birinchi o'rinda fokusni 70% fokusni doktor Umidga qaratishimiz kerak. 20% fokusni bunga qaratamiz, atiga 10% bunga qaratamiz. Shunda mana buni qancha rivojlantirsak, bizga boyagi masalan 2000 dollar pul topayotgan bo'lsalaring, bilmayman tam 50 ta odamni davolayotgan bo'lsalar, 50 ta odamga foyda keltirib, buni biz bemalol 100 ta, 300 ta, 200 ta urovengga chiqarsak, shu mana bu yerda eplolmay qolsalaring, masalan, ulgurolmay qoldilaring. Bo'ldi, telefon qilishlaring kerak. Ustoz, biz eplolmay qoldik, ulgurolmay qoldik. Odamlar bu yerda kelib norozi bo'lyapti bizdan. O'chib talashib desangiz, keyin men ruxsat beraman, keyin boshqa joydan bino olishga. Ungacha ruxsat yo'q. Shundaga uning uchun siz 5 ta ijtimoiy tarmoqni ochib, yurgazib, ishni boshlashlang kerak. Mana shu eng muhimi, qolgani yonatgan yo'q. Tushundingizmi? Umuman vrach ham qidirmang hozir, boshqa ham qilmang. Shu yerda ulgurolmay qolasiz-ku. Ulgurolmay qolsa, shu yerda o'zida qilaveramiz. Hatto narigi xonaga sal kattaroq ham ekan, escho, ekstremist parda ham tortib qo'ysa bo'ladi, eslichoga. Variant. Что mana shu yerda o'zida maksimal odam bilan shug'ullansalang bo'ladi demoqchiman. Tushuntira oldimmi gapimni yo'qmi? Tushundim. Boshqa narsaga fokus qaratmaymiz. Faqat doktorni o'zini lishni biretini kuchaytirib, qo'lda bari bilan bosib turar ekanmiz. Bosib tashlaymiz. Shu yerda o'zidan ham, haqiqatdan ham 50 ta emas, 100 ta, 200 ta odamga yordam bera olasizlar-da sizlar. Chunki men ko'rib turibman-ki, mana sizdan oldin kelgan vrachlarim uchib ketdi hammasi. Hozir kuniga qancha rahmat eshitadi ular. Bugundan boshlab Fazilat opaga chiqinglar, men o'zim aytib qo'yaman. Polni Instagramga video olish, qanday olish bo'yicha maslahat olinglar. U ham doktorda 1000 marketologi zo'r bo'lsin-dek, eng zo'r marketolog ba biznes egasini o'zida. YouTube bo'yicha doktor Shermatovga chiqsa o'rgatadi. Xo'pmi, men o'zim aytaman, aytib qo'yaman, yordam bergin deb aytib qo'yaman. Xo'pmi? Prosta shuni tikka boshlaysiz, oson, umuman noldan oson. Mana masalan, mana YouTube'ga kirasizda, hech narsaga qaramaysiz. Mana YouTube. Shuni bitta plyusni bossasiz, prямой efir ketdi. Tirs bosib ochib ketaverasiz. Hech qanaqa montaj, hech narsani kutmang. Xo'pmi? Assalomu alaykum, qalaysanlar? Ketdi. Bunda hech kim kerak emas. Tushundingizmi mana? Knopkani bosaman, ketdi hozir. Tushundingizmi meni? Kamera ham o'rganamiz. Aka, qilmasak bo'lmaydi. Bu zamon talabi. Yopildi aytaymi? Всё. Demak, men nimani unutdim, nimani aytmadim sizga. Demak, ventilyatsiyani qilasiz. Mashq hafta qilib tugating. Vrach paka kerak emas. Faqatgina lishni brend kuchaytiramiz. Bir hafta, 2 haftadan yana bitta o'tirib gaplashamiz. Xo'pmi? Paka boshqa ish qilishi yo'q. Shu narsani qilsangiz, уже keyin klinikaga tayyor bo'lamiz biz. Klinikaga tayyor bo'lamiz. Masalan, shuncha mana Fazilat opa shuncha uchib ketgan bo'lsa ham hali klinika oldirmadimi? Общий. Oldirmadimi? Yo'q dedim. Hozir shu Toshkentdan klient qilyaptik. Shunda ham klinika oldirmadim, bildingizmi? 2 kun, 3 kun podrad klient to'la bo'ldi. Men aytayapman, 7 kun klientni to'ldirsang, keyin klinika oldiraman deyapman. Qarang. Keyin gaplashamiz uni. Ma'qulmi? Ma'qul. Yopildi-ya. Qo'shimchalang bormi kimdadir?
hozir endi marketing va klient ko'p keladigan bo'lsa, sotuvni sotuv bo'limini men yasab beraman sizga. Sotuv bo'limini bitta CRM qo'yib, Bittrex qo'yib, men o'zim yasab beraman sotuv bo'limingiz. Men o'zim o'tirib, bolalarni chaqirib, o'zim tushuntirib, bitta CRMga tushirib beraman. Kelgan klientlarga sotuvchini ham kerak bo'lsa o'zimiz yordam beramiz. Bitta odam olamiz, o'qitib shuni CRMga tushgan, o'ngga chapga qilib o'tiraveradi. Bu yerda unaqangi qiyin, bizga o'xshab haligi 10 ta texnikani biladigan sotuvchi kerak emas bu yerda. Bu yerda kimdir ko'tarib, qanaqa shunaqa muammolarmi bu yoqqa olib kel. Analiz bepul deb tursa bo'ldi. Masalan, profosmotr bir marta ko'rib, tam yordam bera olamizmi yo'qmi deyish bepul deb tursa bo'ldi. Sotish ham shart emas. Sotuvchi kerak emas bu yerda. Mana bizga kerak sotuvchi. Nimaga? Bizga mana biznesmen telefon qiladi, biznesmen o'tirish kerak. Aka, marketingingiz bormi, sotuvingiz bormi, moliyingiz qanaqa deb turib, bizni xodimlar becharalar 100 marta telefon qiladi. Tushundingizmi? Bizga kerak sotuvchi, sizga kerak emas. Sizga prosta keling bir martaga ko'ramiz deb tursa bo'ldi. Keling desa bo'ldi. U keldimi? Bir marta ko'riladi, o'ngga chapga qilinadi. Endi hozir 70 ta odam yozyapti-da, WhatsAppga tushishyapti. Shundan 3 tasi keladi. Shunga bizlar mana bir bitta odam qo'yish kerak. Bitta odam qo'yish kerak. Kimmi ularni chaqiradigan. Aka, bu yerda sotuvchi emas. Bitta odam qo'ying, kim bor? Sizlar bolalaring bormi? Necha kirgan bolalaring bor? 15. O'g'il bolami, qiz bolami? O'g'il. Nima ish qiladi? Maktabda hali. Maktabda. Boshqa GMP ham yo'qmi shu maktabni bitirgan, kollej uruvinida? Yo kollejni bitirgan? Bor. Bittasini nima qilyapti? Referchi singlim dekretdan отпускada edi. Shunga nomerimiz berib qo'ysak, telefonimiz. Qarochi bundoq qilasiz. O'sha qizchaga aytasiz, Nilufariga Instagramni berasiz, WhatsAppni berasiz. Uni ishi ayting, oylik beraman senga deng. Bilinmam $100, $200 beraman deng. Uni ishi timmi yozib chaqiraversin. Kim nima desa ham, u kasalligi tushunmaydi. Kasalligi vrach tushunadi. Siz tushunasiz, to'g'rimi? Uni ishi assalomu alaykum, keling, soat nechiga yozib qo'ying. Nechiga yozib qo'ying. Kelish haligi profosmotr bepul. Tushundingizmi? Konsultatsiya bepul. Ertalabdan kechgacha odam to'ldirib tashasin shu yerga. Luboy yozsa, otingiz kim, familiyangiz kim? Keling, ko'ramiz, aytamiz. Sotmasin. Tushundingizmi? Keladi odam, vrach ko'radi, siz ko'rasiz, o'ngga chapga qilasizlar-da, bo'ldi, mana men bunda davolaymiz seni. 3 oy, 5 oy, 8 oy yo pastaganini. Tushundingmi? Bering o'sha qizchaga, siningizga, bugun bering, sotuvchi ham kerak emas. Bo'ldi, yopildi deyman. U faqat bekka kelib o'tirsa yaxshiroq bo'lar edi. 3 yil ishladi bu yerda. Endi dekretga chiqdi. U ham professional bizlarda biladi. Tim bo'li. Yoqqa kela olmaydimi? Endi ugroza bilan uyda pastenniy rejim bilan Farqi yo'q. Mashqqa chaqirib, mashqqa olib kelib o'tirsan odamni. Demak, bek ishlagan bo'lsa yo'lni biladi. O'ngga buriling, chapga buriling, svetofordan qizilidan deb aytib turadi. Bo'ldi, o'shanga beringlar, do'stib bo'ldi. Pul beraman deng. Tim bo'li tushunar ekan. Kerak emas boshqa odam. Mana shu bor imkoniyatdan pul qilaylik. Maylimi? Yopildi sotuv. Men keyin seram qo'yib beraman sizlarga, yo'qmi? Paka mana shu narsani qilib, bir haftadan keyin gaplashamiz, yo'qmi? Inshaalloh. Qabul? Qabul. Ma'qulmi? Shu narsani qilayotganlaringga, shu biznes bilan shug'ullanayotganlaringga ming rahmat sizlarga. Bitta qarsanglar, malades. Qoyil sizlarga. Qoyil. Bizga ruxsat. Sog' bo'lasizlar, tinch bo'lasizlar. Erjan aka bitta duo qiling. Jarqchuz bilan yerga ko'makda yerga paydo bo'lganlarimizni nasib etgan bo'lsin. Haqiqatan жұмыстарыңыз алға басып, keyin алдындағы жақсы duolar bilan жақсы niyetler bilan жүргізіп алыңыз. Allohu akbar.